Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Dunyo brendi bo'lgan Hisense brendidan posudomoyka, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda idish yuvadigan mashina haqida bugun sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Ushbu mashinamiz Hisense brendi ostida bo'lib Xitoyda ishlab chiqariladi va razmerlari 60 ga 60 va bo'yi 85 bo'ladi va ushbu mashinamiz bitta idish yuvganda sizga 13 komplekt idishingizni bemalol yuvib beradi va energiya samaradorligiga keladigan bo'lsa, idish yuvishda ham, quritishda ham A klass, ya'ni bu sizga oddiy idish yuvganda 0.93 kW to'k sarflaydi. Bu degani 100 marta yuvganingizda 93 kW to'k sarflaydi va programmalarga keladigan bo'lsak, umumiy programmalari 8 ta programma bo'lib, bu programmalari tezkor yuvish, intensiv yuvish, sensitiv yuvish, rumka ya'ni bakanlar uchun funksiyalari, eko programmasi va ko'piklab yuvish, sanitariya funksiyasi va qisqa yuvish va eko yuvish funksiyalari bor. Bu eko yuvish funksiyasi sizga bitta yuvganda 11 litr suv sarflaydi. Tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, ko'rib turganlaringizdek metal bo'ladi va boshqaruv paneli knopkali va suv isitish darajasi 40-45-60 gradusgacha va ovoz balandligi 47 desibel bo'ladi. Va mana ichlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Asosiysi e'tibor berasizlar, mana eshigi oxirigacha ochiladi va zanglamas metal bilan ishlangan va setkasi ikkitali. Bu setka orqali siz bemalol piyola, idish, ya'ni tovoqlarda va qozonlargacha yuvsangiz bo'ladi va ushbu idishimiz orqali ko'rib turganlaringdek bu отдельный idish hisoblanadi, ya'ni sanchqi va qoshiqlarimiz uchun отдельный idishlari bor va mana ko'rib turganlaringdek ikkita moslama orqali siz idishlaringizni tozalab yuvib beradi. Ushbu mashinamizga Hisense brend tomonidan 3 yil kafolat beriladi va narxiga keladigan bo'lsak, siz mijozlarimiz uchun 4.160 ming so'm qilib belgiladik va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosishingizni unutmang.